Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, tuzimsizlar, sog'misizlar? Xayrli tong hammaga. Irkutsk shahridan Yandex bo'yicha obzor beramiz. Bugun 7-may, xudo xolosa ishni boshladik. Birinchi zakasni bizga berdi. Soatimiz 6:43. Birinchi zakas Bezbokova 30/8 dan Bulvar Abikova 61 ga kilometri 9:3. Do'stlar, birinchi zakazimizni olib kelib tushirdik. Zaversh qilamiz. 394 rubl bo'ldi. Sinushkada koeffitsient 180, ekonom, komfort 170 ko'rsatyapti. Zona faqat yongani yo'q. 1.8, 7:10 donar ekan. Soat 7 bo'ldi. Yana 10 minut bor ekan. Rudi koeffitsient yaxshi, liniyani yoqamiz. Zonani kutmaymiz. Qayerga beradi? Do'stlar, bu kinaga tashlayapti. Marshal Koni 38/2 dan 2 kilometri 11 kilometr. Do'stlar, keyingi zakasini olib kelib tushirdik. Zaversh qilamiz. 28 minutga kelibmiz. Probkalar boshlangan. 686 rubl. Do'stlar, keyingi zakasimizni berdi. Yubileyniy 19 dan Beryozovoy Roshyaga olgani kelyapmiz. Skoreysovo ko'chada kutib turibdi, podyezdaydi. Olamiz, sirasi yuramiz. Do'stlar, keyingi zakasimizni olib kelib tushirdik. 19 minutga kelibmiz. Zaversh qilamiz. Itogo 501 rubl. Zonaga yaqinroq joyda ekanmiz. Bo'ri yetdik. Shu zonani ichiga kiramiz do'stlar. Yashildan zakaz olamiz. Keyingi zakazimizni aeroportga tashlayapti. Uni oldimizda domdan berdi. 2 kilometri aeroportgacha 12 kilometr. Do'stlar, olib kelib tushirdik. Togo 819 rubl bonusi bilan aeroportdamiz. Zonaga uspet qilar ekanmiz. Yoqamiz, kutamiz zakaz qayerga berish. Aeroportda taksi juda ko'p. Do'st, mashinalar ko'p. Irkutsk aeroporti. Bakashda zakaz bergan yo'q. Do'stlar, zakaz tashladi. Sentrga, Sverlovga 8 kilometr. 26 minut ko'rsatyapti. Klient